bo'ladimi? Bo'ldi. Bosib qo'ying. Qadrli talabalar, sizlar bilan bugungi o'rganadigan mavzuyimiz demak, TIA portal yordamida vizual ekran hosil qilish, ya'ni vizualizatsiyalarni hosil qilish, texnologik jarayonlarni vizualizatsiya bilan bog'lashni o'rganamiz. TIA portal dasturida sizlar kontrollerni ulash, unga dastur yozib ishlatishi o'tgan semestrda yetarlicha o'rgandinglar. Endi shu qilgan ishlarimizni, bu o'tgan qilgan ishlarimiz hammasi dasturchilar tili bilan aytganda back-end bo'lsa, endi sizlar bilan front-end qismini ko'ramiz deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Sababiki bundagi ketayotgan jarayonlar, bundagi parametrlar foydalanuvchiga ko'rinishi kerak bo'ladi. O'shandagina operator bilan yoki bo'lmasam shuni ishlatuvchi xodim bilan muloqot o'rnatilgan bo'ladi. Hop, ishni nimadan boshlashimiz kerak? Birinchi navbatda ulanishlarni amalga oshirganimizdan keyin, hozir menda kompyuterda tarmoq kartasi bor, setiyoviy karta deyiladi, o'zini kartasi bor. Ayrim hozir chiqayotgan yangi kompyuterlarda LAN bo'lmaydi. Ular USB adapter yoki boshqa shunga o'xshagan adapterlardan foydalanishligi to'g'ri keladi. O'sha qaysi adapterdan foydalanayotgan bo'lsangiz ham, birinchi navbatda IP adreslarni, sozlamalarni berishdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda kontroller bor. Kontroller o'zini IP adresiga ega bo'lishi kerak. Kompyuter ham o'zini IP adresiga ega bo'lishi kerak. Windows 10 operatsion tizimida bu quyidagicha amalga oshiriladi. Ixtiyoriy bitta papkani yoki mo'y kompyuterni farqi yo'q, ochamiz. Ochgan paytimizda Windows 10 da buni pastroqda mana bitta set degan narsa chiqib turadi. Shuni ustida 10 tugmani bosamiz va svойствоga kiramiz. Xususiyatlar oynasiga kirsak, mana bizda Center управления сетями и общим доступом degan oynasi ochiladi. Bu yerda hozirgi paytda menda ikkita faol adapter bor. Bittasi Wi-Fi, bittasi Ethernet. Wi-Fi bilan men ekranga bog'lanib turibman. Ethernet bilan men bu kontrollerga bog'lanaman. Agar bu yerdan o'zingizlarni qaysi adapter bilan bog'lanayotgan ekanligini bilmasanglar, unda изменение параметров adaptera kirsanglar shuni ko'rinadi. Mana menda hammasi bo'lib nechta adapter borligi. Mana birinchisi Ethernet, mana bu kompyuter o'ziga o'rnatilgan Ethernet. Keyingisi Siemens PLC Sim Virtual Ethernet. Qachonki men simulyatsiya qilsam, Siemensda yozgan dasturimni PLC simulyator yordamida simulyatsiya qilsam, bu faollashadi va bu orqali men bog'lanishni mumkin. Беспроводная сеть. Hozir bu menda Wi-Fi tarmog'i. Mana bitta подключение по локальной сети bu Kaspersky VPN. Qachonki hozir menda Kaspersky antivirus o'rnatilgan, buni VPN bor. Qachonki men o'sha VPN kanalni faollashtiradigan bo'lsam, bu tarmoq faollashadi. Mana bunisi endi Bluetooth kompyuterda agar Bluetooth orqali biror qurilmaga bog'lanadigan bo'lsam, bu tarmoq faollashadi. Mana shu topolsanglar bo'ladi. Endi menda hozir ulanish kerak, faollanish kerak bo'lgani menda Ethernet sababi aynan mana shu Ethernet karta, tarmoq karta bizda mana bilan ulangan, kontroller bilan ulangan. Endi buni xususiyatini ochamiz, svойствosiga kiramiz. Va xususiyatini ochgan paytimizda mana IP versiya 4 degan bor, TCP IP 4 degan bor. Shuni ochamiz. Va bu yerda odatda sirada mana bu tepa tanlangan bo'ladi. Mana bunaqa avtomatik mana bunaqa holatda turgan bo'ladi. Mana bundan использование следующей IP adresi deymizda IP ni qo'lda kiritishni tanlaymiz. Hozir men kompyuterimga 10-adresini beraman. 192.168.0.10 degan adresini berib qo'yaman. 192.168.0.10 degan adresini berib qo'yaman. Maska подсоединить degan joyi agar tabni bossanglar avtomatik tarzda bunaqa chiqadi. Buni ham o'zgartirishingiz mumkin. Lekin ko'p hollarda o'zgartirish ham talab qilinmaydi. Standart ko'pchilik shundan foydalanadi. 255.255.255.0. Demak, bu meni kompyuterga tegishli bo'lgan adres. Endi kontroller adresi bu bilan bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Kontrollerda boshqacha adres berilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Hop, OK knopkasini bosamiz. OK knopkasini bossak, demak, mansib o'zlashtirildi. Ana endi TIA portal dasturini ishga tushiramiz. Hammasini yopdim. Mana TIA portal dasturi ishga tushirildi. Bu yerdan yangi loyiha yaratamiz. Create new project. Hop, loyihaning nomi Project 5 bo'lib turibdi. Mayli, mana o'zgartirmayman. Project 5 bo'lib qolaversin. Create knopkasini bosamiz va TIA portal biz uchun, loyihamiz uchun kerakli bo'lgan barcha papkalar, fayllarni yaratib, bizga proyektni shablon holiga, yarim tayyor holatga olib kelib beradi. Ana endi bu joydan configure device, ya'ni qurilma konfiguratsiyasiga o'tamiz va bu yerdan add new device, yangi qurilma qo'shishni tanlaymiz.
agar bizda faqat PLKni o'zi bo'lsa va bu PLKni markasi, uni firmware, pрошивкасы hammasi ma'lum bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri tanlab ishlatib ketishimiz mumkin. Lekin menda bu qurilmadan tashqari yana bir qancha kengaytirish modullari ham qo'shilgan. 4 ta kengaytirish moduli. Buni har bittasini qo'lda kiritib, har bittasini versiyasini bilib kiritmasam, unda noto'g'ri ishlab qoladi. Shuning uchun har bittasini kiritib o'tirmaslik uchun men odatda unspecified CPU ni tanlayman. Mana hozir bitta bu 1200 oilasiga taalluqli kontroller. Shu sababdan mana bittan 1200 oilasiga taalluqli kontrollerlar lineykasini ochamiz va bu yerda qator kontrollerlar turibdi va bularning ichidan men unspecified CPU ni tanlayman. Ya'ni spesifikatsiya qilinmagan kontrollerni tanlayman. Add tugmasini bosganimda menda darhol Project View oynasi ochiladi. Bu Portal View oynasi deyiladi. Mana ko'rib turganinglar. Project View oynasi bu bizning loyihamiz turgan oynani ochish. Shuni ko'rsatib beradi hozir. Loyiha qo'shilyapti. Loyihaga kontroller qo'shilyapti. Mana kontroller qo'shildi. Hozir bu S71200 oilasiga taalluqli, lekin qaysi kontroller va qanaqa modullari bor bilan ulanganligi bizga noma'lum. Buni aniqlab olamiz. Buning uchun detect knopkasini bosamiz. Detectni bosganimizda IP manzil orqali bunga ulanib, buni o'zidan o'qib, mana bunga aytadi, "Sen qanaqa kontrollersan? Yoningda nima ulangan, unga nima ulangan?" deb so'raydi. O'shaning javobini olib, bitta bizga ko'rsatib beradi. Bunda pрошивка versiyalari hammasi o'zi to'liq chiqib keladi. Hop, birinchi navbatda mana bu joyga ahamiyat berishimiz kerak. Demak, biz qaysi tarmoq adapteri bilan ulandik? Biz aynan Qualcomm Azeros bilan, ya'ni mana kompyuterning o'zidagi bilan ulandik. Ayrim kompyuterlarda bunaqa bo'lmaydi. USB orqali, USB adapteri orqali ulanganda, unda shu joydan USB adapterini tanlab qo'yish kerak bo'ladi. Buni tanlagan joyi bor. Agar wireless Wi-Fi orqali ulanganida buni tanlardim, agar USB ulaganida yana uni ham ro'yxati chiqib kelardi. Men hozir Qualcommni tanlayman, chunki aynan shu Qualcomm bilan kompyuterim ulangan. Hop, start search qilamiz, ya'ni qidirishni boshlash va programmani o'zi qidiruv beradi. Aynan mana shu kanal bo'yicha nimalar ulanganligini ko'radi. Mana hozir bizda topildi. PLC 1, demak 1215 DS 192 168 0.2 manzilda topildi. Bu manzil, bu IP adres avvaldan bunga berib qo'yilgan edi. Sababi avvaldan proyekt yozganmiz-da. Agar bu yangi bo'lsa, kontroller hali ishlatilmagan bo'lsa, odatda 192 168 0.1 degan adresda bo'ladi. Uni xohlasanglar o'zgartirishingiz mumkin. Faqat kompyuter manzili bilan bir xil bo'lib qolsa bo'ldi. Xo'p, buni tanladik. Detect knopkasini bosganimizdan keyin hop, connect mana buni yozuv chiqadi ulanishga. Tayyormisiz sertifikati aniqlanadi. Biz tayyor bosganimizdan keyin mana bizda kontroller aynan shu kengaytirish modullari bilan birgalikda aniqlanadi va loyihamizda paydo bo'ladi. Mana loyihamizda paydo bo'ldi. Endi bu yerda mana bunaqa oyna ochiladi. Har doim kontroller qo'shgan paytimizda ochiladigan oynasi, demak himoyani qo'yish, parol qo'yish, ulanishlarni sozlash va hokazolar oynasi. Bu yerdan bitta olib tashlaymiz, demak, ya'ni parol qo'ymaymiz hech qanaqa. Chunki bu bizdan hozirgi test loyihamiz. Next knopkasini bosamiz. Demak, bunga ham tegmaymiz, ulanish to'g'risi. Mana bu joyda full access, ya'ni to'liq dostуп berishni bosamiz. Next hamda finish knopkalarini bossak, mana bizda tayyor. Endi bu yerda biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Qarang, bu dasturlanadigan mantiqiy kontroller. Bu raqamli kirish kanallari, raqamli chiqish kanallari, analog kirish kanallari hamda analog chiqish kanallari. Hozir ahamiyat beradigan joyimiz bizda eng birinchi navbatda analog kirish kanali hisoblanadi. Sababiki analog kirish kanaliga biz allaqachon bitta datchik ulab qo'yganmiz va bu datchik tokli signalni uzatadigan datchik. Po umolchanию deb aytiladi. Zavodskoy agar biz hech qanaqa nastroyka sozlamalarni qilmagan bo'lsak, mana bu qabul qiluvchi analog input kanalida bu odatda kuchlanishli signalni qabul qilishga mo'ljallangan bo'ladi. Hozir mashindonlikcha dastur yozadigan bo'lsak, xatolik beradi. Sababiki bu kuchlanishni qabul qiladi, biz tokli datchik ulab qo'yganmiz. Shu bir-biriga mos kelmayapti degan xatolikni beradi. Shu xatolikni oldini olish uchun bu har doim emas. Agar siz datchik ulamagan bo'lsangiz, bu narsa shart emas. Endi hozir bizda hamma modullar ulanib turibdi va datchik ulangan bo'lganligi uchun bu yerda shu sozlamani kiritib qo'yishim kerak. Buning uchun aynan mana shu
modul ustida sichqonchani o'ng knopkasini bosib xususiyatlar oynasi, ya'ni propertiesga kiraman va bu yerdan kanallarni ko'rib chiqaman. Demak, mana ochadigan bo'lsak, ko'rinyapti. Bizda mana 0-kanal. Aynan shu 0-kanalga biz kontrol manba datchik ulaganmiz. Shuning uchun 0-kanalda sozlamalarni ko'ramiz. Qaranglar, bu yerda voltaj bo'lib turibdi, kuchlanishli. Buni tokli signalga, currentga o'giramiz. Tokli signalda ham ikki xil turi bor, 0 dan 20 gacha, 4 dan 20 gacha. Bizning datchigimiz 4 dan 20 milliampergacha signal uzatadigan datchik. Agar qolganlarga ham shunaqa amperli signal datchik ulayman deydigan bo'lsanglar, qolganlarni ham xuddi shunaqa qilib o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Tavsiya qilinadi bu narsa. Sababiki datchiklarimizning hammasini chiqish interfeysi bir xil bo'lsa, bizda ishlash oson bo'ladi. Misol uchun birini kuchlanishda, birini tokda, birini 0.20 da, birini 4.20 da qilib o'tirmaymiz, hammasi bitta qilib qo'ydi. Demak, 0-kanal ham, 1-kanal ham, 2-3 kanal ham hammasi 4 dan 20 milliampergacha bo'lgan tokli signalni qabul qiladigan bo'ldi. Endi yana bitta asosiy jihati bor. Bizga agar generatsiya qilish uchun, har xil pulsli signallarni generatsiya qilish uchun kerak bo'ladigan kontrolleri ichki taymer bor. O'shani ham faollashtirib olsak bo'ladi. Buning uchun mana bu knopka sichqonchani o'ng tugmasini kontroller ustida bosamiz va xususiyatlar oynasi, ya'ni propertiesga kiramiz. Va bu yerdan mana bunaqa xususiyatlar oynasi ochiladi. Aynan mana system and memory, system and clock memory demak xotirasi faollashtirishga tayyor bo'lib turibdi. Tizim xotirasi va soat xotirasi. Mana bu yerda faollashtirib qo'ygan bo'lsak, mana enable the use of system memory bit degan bo'lsak, demak tizimni memory xotira bitlari. Bu qachon ishlaydi qaraydi. Birinchi sikl ishlaganda mana bu qiymati 1 bo'ladi, qolgan payt 0 bo'ladi. Diagnostika statusi o'zgargan paytda buni holati o'zgaradi. Mana bu har doim kontroller ishlaganda 1 degan qiymatni berib turadi. Har doim kontroller ishlaganda bu 0 degan qiymatni berib turadi. Bundan tashqari ichki generatorlarimiz bor. Buni ham faollashtiradigan bo'lsa, mana bular generatorlar. Demak, har yarim gersda bu signal o'zgarib turadi. Har 0.625 gersda buni signal o'zgarib turadi. 1 gers klok bu degani 1 sekundda 1 marta signal berib turadi. Mana bularni faollashtiramiz. Hali endi hozir ko'rib turgan narsalaringlar bular hammasi sozlamalar hisoblanadi. Men sozlamalarni o'zgartirdim. Endi bu o'zgartirilgan sozlamalarni kontrollerga yuklashim kerak. Chunki menda dastur kontrolleri mana shunaqa sozlama asosida ishlaydi deb qabul qilish uchun. Shuning uchun mana bu yerda papkani ustida o'ng knopkani bosamiz hamda compile. Demak, compile birinchi kompilatsiya qilamiz. Kompilatsiyani kirganimizda hardware and software, ya'ni ham qurilmaviy ta'minotni, ham dasturiy ta'minotni kompilatsiya qilishni bosib olamiz. O'shanda ikkalasi ham ketadi. Yozgan programmamiz ham, yozgan sozlamalarimiz ham hammasi kompilatsiya bo'lib, kontrollerga yoziladigan tilga o'girib tayyor bo'ladi. Endi hozir bu yerda hech qanaqa dastur yozganimiz yo'q. Shunda ham baribir dastur, pustoy dastur, bo'sh dasturni baribir kompilatsiya qilib yuboradi. Endi buni kontrollerga yuklab olamiz. Kontrollerga yuklash oynasi ochiladi. Yana bu yerda shu aynan biz tanlagan sетевой karta, tarmoq kartasi orqali qidirishni bosamiz va bizda kontroller topilishi kerak. Mana kontroller topildi. Aynan shu topilgan kontrollerga yuklash tugmasini bosamiz, load knopkasini bosamiz. Endi hozir menda oldinda dastur bor bo'lganligi uchun shu dastur ustiga yozib olaymi deb mendan so'raydi. Men OK knopkasini bosib olaman va dastur qanaqa dastur bo'lishidan, qanaqa sozlama bo'lishidan qat'iy nazar mana continue without synchronization etsam, demak oldin ichida dastur bor edi, uchun buni ichidagi teglari bor edi. Menda proyektimda hech qanaqa teg yo'q. Main blokda qanaqadir dastur bor edi, lekin hozir men main blokda hech qanaqa dastur yozmadim. Shuning uchun bular sinxronizatsiya bo'lmaydi. Ikkalasi bir xil emas, nima qiling yuklayvermayman deb so'raydi. Men continue without synchronization, ya'ni sinxronizatsiyaga qarab o'tirmasdan, sinxronizatsiya qilib o'tirmasdan yuklab yubordim. Mana bu joyda demak stop modules yuklashdan oldin barcha modulni to'xtatgan, ishini to'xtatgan degan narsani tanlayman. Alloh tugmasini bosaman. Dastur mana sekin yuklanishni boshladi kontrollerga. Yuklanib bo'lgandan keyin ishga tushirish haqida so'raydi. Finish bosgan paytimizda ishga tushib ketish kerak. Start modul qachonki finishni bossam, bo'ldi, yuklash jarayoni to'xtadi, tugadi deb bosadigan bo'lsam, demak modul menda darhol ishga tushib ketadi. Mana bu yerda
sariq chiroq yonib turib, hozir yashil chiroq yonib qoldi. Ana endi ahamiyat berilgan joyimiz. Agar sozlamalarda hech qanaqa xatolik bo'lmasa, dasturda hech qanaqa xatolik bo'lmasa, ayniqsa sozlamalarda va hardware qismida hech qanaqa xatolik bo'lmasa, mana kontroller yashil chiroq yonadi, qolgan modullarning hammasini yashil chirog'i yonib qoladi. Ko'rdinglar? Agar qayerdadir qaysidir moduldan, uchun bu dasturda boshqacha marka yoki boshqacha versiya kiritib qo'ygan bo'lsak, lekin bu yerda boshqacha turgan bo'lsa, o'shanda mana bu status chiroq yonib o'chib qoladi. Va bu yerda xatolik chiroq, qizil chiroqcha yonib qoladi. Endi hop, biz jarayonni vizualizatsiyasini qilmoqchimiz dedik. Kelinglar bitta issiqlik ketadigan biror qurilmani vizualizatsiyasini sizlar bilan qilib ko'ramiz. Demak, chunki bizda datchik bor, issiqlik harorat o'lchashimiz uchun datchik bor. Shu datchikdan foydalanib ko'rsak bo'ladi. Buning uchun men analog input modulini ochaman, chunki datchik analog input moduliga bo'lingan va bu yerdan input output tags degan bo'limga o'taman. Aynan mana 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi kanal. Endi bu kanalga adresini ko'radigan bo'lsak, qaranglar, kanalning adresini ko'radigan bo'lsak, input word 128. Men har safar IV 128 deb yozgandan ko'ra sensor deb qo'ya qo'yganim osonroq. Shuning uchun sensor deymanda, aynan mana shu datchikka mana shu adresini sensor degan o'zgaruvchi bilan nomlayman. Ana endi asosiy dasturga o'tamiz. Asosiy dasturga o'tib, o'sha sensordan axborotni o'qiydigan bir tizimni qurib olaman birinchi navbatda. Hop, mana bu yerga o'tdik. Hop, ikkita menga element kerak bo'ladi. Demak, birinchisi normal x, ikkinchisi scale x. Normal x dan boshlayman. Normal x. Qanaqa signal keladi? Normal x ga, demak, butun sonli signal keladi, int degan signal keladi va uni bizda realga aylantirib chiqarib berish kerak. Demak, minimal qiymati 0, sensordan keladigan qiymat, maksimal qiymati 27648. 27648 degan signal keladi. Va qaysi signal keladi? Menda sensor degan o'zgaruvchidan signal keladi. Endi bu signalni men vaqtinchalik o'zgaruvchiga saqlab turishim kerak. Shuning uchun buni temporary so'zini qisqartmasa temp degan o'zgaruvchiga saqlab qo'yaman. Bu temp degani harorat emas, bu temporary, vaqtinchalik deganni bildiradi. Shunaqa ma'noda ishlatiladi. Endi buni aniqlab qo'yishimiz kerak. Define tag table. Buni lokal o'zgaruvchi sifatida aniqlasam ham bo'ladi. Sababi bu menga keyinchalik dasturdan tashqaridan turib bunga murojaat qilmayman. Shuning uchun lokal temp deyman va tipi uni turi real holatda qolaversin. Define aniqladim. Ana endi qaranglar. Normal x bloki kelayotgan signalni 0 dan 27648 gacha bo'lgan chegarada normal holatga, ya'ni 0 dan 1 gacha bo'lgan qiymatga o'girib beradi. Endi buni qayta tiklab bizada gradus ko'rinishda, Celsius gradus ko'rinishda qayta tiklash uchun bizga scale x bloki kerak bo'ladi. Scale x dan foydalanamiz. Scale x ga demak minimum 0 gradus qaraydi. Buni kirishi ham real bo'ladi. Chiqishi ham real turdagi axborot bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun real holat, mana real bo'ladi. Minimum 0 bo'ladi, maksimum 100 gradus. Chunki mana bu yerda datchik o'tgan safar kalibrovka qilgandik, 0 dan 100 gacha o'lchaydigan qilib kalibrovka qilib qo'yganmiz. Demak, bu datchik 0 gradusda 4 milliamper beradi, 100 gradusda necha beradi? 20 milliamper beradi. Endi buni qabul qilinishi 0 gradusda 0 deb qabul qilinadi. Mana bu analog kirish kanali orqali 100 gradus kelsa, bunga mos bo'lgan 27648 degan butun son, hech qanaqa o'lchamsiz butun son sifatida qabul qilinadi. Endi mana bu temp degan o'zgaruvchini mishka klaviaturadan kontrol knopkasini bosib turib, mishka yordamida ko'chirib qo'ysam bo'ladi. Aynan mana shu o'zgaruvchi ekanligini bildiradi. Endi buni qiymatni bizga ko'rsatish uchun alohida yana bitta o'zgaruvchi kerak. Endi bizga tushunadigan tildagi o'zgaruvchi bu harorat degan o'zgaruvchi bo'lsin. Harorat. Va bu harorat degan o'zgaruvchi bizda global o'zgaruvchi bo'lishi kerak, ya'ni tashqaridan turib ko'rinadigan bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerda men global memory tanlayman. Demak, global xotiraga MW2 xotiraga yozilyapti. Define qilamiz. Mana hozir bizda mana shunaqangi dasturchi bo'ldi. Bu dasturni kontrollerga yuklab bitta ishlatib ko'rgan paytimizda oldin dasturning o'zini shu backendda qanaqa ishlayotganini ko'rib olamiz, keyin undan sekin front endga o'tsak bo'ladi. Xo'p, yuklandi.
mana bu yerda onlayn rejimga o'tadigan bo'lsak, bizda mana bu yerdan informatsiya kelishi kerak. Sensordan ma'lum bir qiymatga kelishi kerak. Bu o'lchanishi va ko'rinishi kerak. Mana qarang. Hozir sensordan 7814, 7812 degan signal uzluksiz kelib turibdi. Va bu signal 0 dan 1 gacha bo'lgan qiymatga, ya'ni 0.2813 ga o'zgartirilyapti. Va bu qiymat 0 dan 100 gacha bo'lgan gradusga, ya'ni 28 gradusga deb o'zgartirilyapti. Hozir buni ushlaydigan bo'lsak, qo'lim bilan ushlab pastini qizdiradigan bo'lsam, demak sensorning harorati oshadi. 28.1, 28.2, 28.3, 28.7, 8, 9, mana 29 gradusgacha o'tdi. Demak, bu ishlayapti. Bizda axborot bor. Endi bu axborotni operator bunaqa joyda ko'ra olmaydi. Buning uchun qanaqadir qulay bir interfeys yaratishimiz kerak bo'ladi. Aynan shu interfeysni yaratish uchun bizda demak runtime kompyuter stansiyasini biz qo'shishimiz kerak bo'ladi loyihamizga. Buning uchun mana shu joyga yana e'tibor berasizlar. Bu yergacha bo'lgan joyini sizlar tajribada qilib ko'rgansizlar, bilasizlar qanaqa ishlashni o'rgandinglar. Endi davomini qaranglar. Demak, device and networks degan joyga o'tib olamiz. Va bu yerda bizning loyihamizda bor bo'lgan qurilmalar va tarmoqlar ko'rinadi. Hozir bitta dona qurilma bor, hech qanaqa tarmoq hozir bizda ko'rinmaydi. Endi bunga yana bitta qurilma qo'shamiz. Add new device. Mana bu yerdan yangi qurilma qo'shishni bossak, bu oyna ochiladi. Endi qanaqa turdagi qurilma qo'shamiz? Agar biz mana bunaqa boshqaruv paneli, HMI panel qo'shmoqchi bo'lsak, HMI tanlashimiz kerak. Kompyuter tizimi qo'shmoqchi bo'lsak, PC sistemni tanlashimiz kerak. Men PC sistemni tanlayman. Sababiki menda hozir HMI yo'q. Men kompyuterda ko'rinadigan qilmoqchiman. Operator kompyuterda o'tiradi va bu kompyuterda o'tirib, mana buni yoqadi, ishga tushiradi, haroratni o'lchaydi va hokazolarni amalga oshiradigan jarayonni qilmoqchiman. Endi bu joyda birinchi bo'lib tanlaydigan narsam, demak PC General degan tizimni qo'shib olaman. PC General tanladim. OK knopkasini bosganimdan keyin menda mana PC Station, Personal Computer Station menda qo'shildi, stansiyasi qo'shildi. Endi bu stansiyada mana bu Portal dasturi bilan bog'lanib, interfeyslari bor bo'lish uchun mana bu joydan yana bitta element qo'shaman, WinCC RT Professional degan blokni qo'shib olaman. Bu WinCC RT Professional bizga kontroller bilan muloqotimizni ta'minlab beradigan dastur hisoblanadi va bu interfeys bera oladi bizga. Bunda ekran hosil qilishimiz mumkin, o'zgaruvchilar hosil qilish mumkin, ma'lum bir shartlar hosil qilishimiz mumkin va hokazo. Ana endi hozir qaranglar, menda kompyuter bor va bu kompyuterda WinCC RT Professional bor. Endi bu kompyuter aynan kontroller bilan bog'lanishi uchun qanaqa bog'lanadi? Setoy adapter kerak bo'ladi, tarmoq adapteri kerak bo'ladi. Shuning uchun men bu joydan yana bunga qo'shimcha ravishda tarmoq adapterini qo'shishim kerak. Communication yo'q. Profinet internetni oladigan bo'lsak, mana shuncha standart tarmoq adapterlari bor. Masalan, SP641604, SP1602 va hokazo va hokazo. Lekin mendagi hozir bunaqa bu pромышленный, ya'ni sanoat tarmoqlarida, sanoat tarmoq kartalari. Mendagisi umumiy internet explorer deb aytamiz ham, umumiy tarmoq. Men buni qo'shib olaman. Mana buni qo'shdim. Demak, tarmoq bu qo'shildi. Endi network view joyiga o'tib olsak, mana bizda bitta ikkita qurilma bor. Endi ikkala qurilma hali bir-biri bilan bog'lanmagan. Bog'lashdan oldin bularning IP manzillarini tekshirib olishimiz kerak. Bularning IP manzillarini ko'rsatish uchun mana bu yerdagi ko'z knopka show address labels degan instrumentni bosadigan bo'lsak, mana IPlar ko'rinyapti. Mana qaranglar. Kontroller adresi 192.168.0.2, kompyuter adresi 192.168.0.1 turibdi. Lekin boshida loyihada men qanaqa adres berdim kompyuterga 0.10 degan adresni bergan. O'sha joyni to'g'rilab qo'ydim. Demak, 2 marta bosib turib, mana shu ko'zdan olib kiritib olsak bo'ladi. Mana bir o'rniga 10 deb kiritamiz-da, enter knopkasini bosamiz. Mana endi buni manzili 192.168.0.10, ya'ni aynan meni kompyuterimga aylandi bu narsa. Meni kompyuterimga kelib ko'rsatdi. Endi shu yerda ahamiyat beradigan joyi ikkalasini bog'lashimiz kerak. Ikkalasini bog'lash uchun birinchi navbatda mana bu yerdan connections degan joyini bosishimiz kerak bo'ladi. Connections bosdik, mana bog'lanish rejimiga o'tdi. Bu ham ko'karib qoldi. Qanday bog'lanadi? Bundan olib kelib, mana bunga bog'laymiz degan bo'lsak, bizda bog'lanish jarayoni
sodir bo'ladi. Mana bog'landi. Ko'rdinglar, bog'langanda bunaqa ko'k oq mana bunaqa qalin chiziq paydo bo'lib qoladi va ikkalasi ham mana hozir o'chirib turadigan bo'lsak, ikkalasi ham HMI Communication 1 degan bitta tarmoq orqali bir-biriga bog'landi. Mana shu joyga ahamiyat berish kerak, sababi mana shu joyini men ozgina esimdan chiqarib 3 kun qiynaldim sizlarga. 3 kundan beri laboratoriya ko'rsatmoqchi bo'laman, ishlamaydi, xato berib qo'yadi, boshqa qiladi. Rosa qidirdim, yaxshi mutaxassislar bor, baraka topib ko'rib, ularga murojaat qilib, keyin mana shunaqa bo'lyapti deganimdan keyin yordam berishdi. Ularning yordami bilan yana yaxshiroq o'rganib oldim. Endi sizlar xato qilmaysizlar. Chunki men xato qilib 3 kun qiynaldim, endi sizlar o'shaning evaziga xato qilmay olib ketasizlar. Mana shu joyga ahamiyat beraylik. Har doim bog'langan paytda mana shunaqa hosil bo'lishi kerak. Shunaqa rangdan oddiy yupqa sim bo'lib qolmasligi kerak. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Ana endi bizda bog'lanish bor. Endi bu bog'lanish bor. PC Station qo'shganimizdan keyin loyihamizda ham mana bu joyda PC Station degan papka hosil bo'lib qoldi. Ko'rdinglar? Endi bu PC Station papkasining ichida nimalar bor? HMI RT real time mana shu papkasi bor. Buni ichiga kiramiz. Buni ichiga kirib, birinchi bo'lib mana bundan connections ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana connections ochadigan bo'lsak, bizda HMI connection 1 degan narsa paydo bo'lishi kerak. Mana HMI connection 1 degan narsa paydo bo'lib turibdi. Faqat bu yerda ulanishi sal noto'g'ri turibdi. Qayda TCP/IP. Lekin bu yerda address point sal boshqacha turibdi. Hozir menda address point qanaqa? Ethernet adapter orqali bog'langanmi, o'shani tanlab qo'yishim kerak. Demak, menda Qualcomm Azeros Ethernet TCP/IP 1 mana shu orqali kontroller bog'langan. Mana buni tanladim. Ammamni to'g'ri turibdi, kontroller adresi 2 bo'lib turibdi. Mana buni o'zgartirib qo'ydim. Endi bu yerda screens oynasiga o'tamiz. Bu yerda ekranlar oynasi deyiladi. Hali hech qanaqa ekran yo'q. Foydalanuvchi uchun bitta ekran hosil qilamiz. Add new screen. Mana yangi ekran hosil qilyapmiz va yangi ekranning ham o'zini ma'lum bir xususiyatlari bor. Ularni hozir ko'ramiz, qaranglar. Ekran bo'ldi. Bu ekranimizning o'zini o'lchami bor. Orqa fonining rangi bor. Orqa foniga xohlasanglar rang, xohlasanglar rasm qo'yishinglar mumkin. Boshqa yana bir qator sozlamalar bor. Hozir men uchun birinchi navbatda kerak bo'ladigan narsa bu ekranda mana xuddi mana bu dasturlarga o'xshagan yopish, kichraytirish, pastga olish tugmalari bor bo'lsin va uni titli bor bo'lsin. O'sha narsani qo'ymoqchiman. Buning uchun runtime settings ga kiramiz. Mana runtime settings ga kirgan paytimizda demak mana bunaqa oyna ochiladi. Bu runtime'dagi barcha elementlarni sozlamalar. Bu yerda men screens'ni tanlayman, ekranlar. Demak, ekranlar uchun qanaqa titli bor bo'lsin, chegarasi bor bo'lsin, demak oyna ochilsa, unda chegarasi chizilgan bo'lsin, border bor bo'lsin. Maximize degan mana kattalashtirish degan mana значогы bor bo'lsa, minimize degan значогы bor bo'lsa, mana shu narsalarni tanlab qo'ydim. Endi buni yopsam, hozir keyin endi menda hosil bo'ladigan mana bu ekranda aynan shu men talab qiladigan narsalar paydo bo'ladi. Endi ekranning o'lchami bor. Ekranning o'lchamini sozlash uchun hop buni ekran xususiyatlari oynasiga kiramiz deb properties ga kiramiz. Xususiyatlar oynasiga kirib turib, mana tepaga suradigan bo'lsak, mana bu yerda uni umumiy xarakteristikalari bir kelib chiqadi. Mana general nomi screen 1 deb nomlanadi. Displayning nomi hozir xohlasanglar o'zingizlar nom berishinglar mumkin, lekin qachonki buni obyekt sifatida murojaat qilayotganimizda display nomi bilan emas, buni obyektning nomi bilan murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Screen 1 deb murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, appearance degan xususiyatlari bor. Demak, ranglari, stili, grafiklar, stillari va hokazo bitta sozlanadi. Layerlar bu qatlamlar hisoblanadi. Bitta ekranda bir nechta qatlamlar bo'lishi mumkin. Qaysi qatlamni o'chirib qo'ysangiz, o'sha qatlamdagi elementlar ko'rinmay qolishi kerak. Qaysi qatlamni yoqsangiz, o'sha qatlamdagi elementlar ko'rinadigan bo'lib qolishi kerak. Bunaqa qilish imkoniyati bor. Layout. Mana endi layout degan joyda biz ekranni razmer, o'lchamini sozlasak bo'ladi. Hozir menda 1024 ga 768 turibdi. Kelinglar, shuni sal kichikroq qilaman. 600 ga 300 qilib qo'yaman. Shu to'liq bizga ko'rinish uchun mana bunaqa menda ekran paydo bo'ladi. Mana shunaqa o'lchamli ekran paydo bo'ladi. Va bundan tashqari security, miscellaneous, hide show, design, web access, user data va hokazo sozlamalari bor. Hozircha bularni foydalanmay turamiz, chunki endi boshlayapmiz. Va bizda bundan tashqari eng kerakli bo'ladigan narsa qaranglar. Bu ekranga qo'ygan barcha o'zgaruvchilarimizni qanchada yangilanib turishi. Misol uchun 1 sekundda bir marta yangilanadimi? Yo har 2 sekundda bir marta yangilanadimi?
yoki har nechadir millisekundda bir marta yangilanadimi, o'sha narsani ko'radigan qilishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun ekranni ustida o'ng knopkasini bosib, demak Dynamization Overview degan joyga kiramiz. Demak dinamizatsiyasiga kiramiz. Mana hozir turishi 2 sekundda bir. Bu nima degani? Agar misol uchun mana shu haroratni ko'p qo'yadigan bo'lsak, har 2 sekundda bir marta o'zgarishni ko'rsatadi. Agar harorat 2 sekund orasida bitta o'zgarib yana joyiga qaytadigan bo'lsa, uni ko'ra olmay qoladi. Ko'rish ulgurmay qoladi. Shuning uchun biz buni sal tezroq ishlaydigan qilib qo'yish uchun demak upon change deb qo'ysak bo'ladi. Demak o'zgarishi sodir bo'lishi bilan darhol bizga ko'rsatadigan qilib qo'yadi. Yoki bo'lmasa bu yerdan yana tanlashimiz mumkin. Misol uchun har 250 millisekundda yangilab turadi informatsiyani. Har 500 millisekundda, har 1 sekundda va hokazo turlari bor. Hozir bizga upon change yetarli bo'ladi. Demak shuni tanlab qo'ydik va bu yerdan chiqamiz. Ana endi bu yerda biz haroratni ko'rsatmoqchimiz. Haroratni ko'rsatish bir qancha usullari bor. Bulardan men sizlarga eng oddiy, eng osonini ko'rsataman. Demak, harorat bizda mana bu backendda qayerda yozilyapti? Tagda yozilyapti. Harorat degan tag bor. Mana PLC tags ochadigan bo'lsak, demak default tag table ichida mana bu yerda qator o'zgaruvchilar, bularning ichida mana harorat degan o'zgaruvchi turibdi. Ko'rdinglar? Mana shu yerdan olsak bo'ladi. Buni qanaqa qilamiz? Hozir birinchi navbatda men ekranga to'laman. Ekranga to'ldim. Mana bu yerdan default tag table tanlasam, men pastki oynada uni ichidagi barcha komponentlar paydo bo'ladi. Va bu komponentlarning ichidan men harorat deganni topaman-da. Mana shunda ushlab turib, olib kelib ekranga qo'ysam, o'zi haroratni ko'rsatadigan element sifatida bu yerda paydo bo'lib qoladi va o'zgaruvchi ham aynan shu harorat bilan bog'lanib qoladi. Bunaqa qilib ko'rsatsak bo'ladi. Endi men buni misol uchun gradus Celsius deb ko'rsatishini aytmoqchiman. Endi buni mana bu xususiyatlarini amalga oshiradi. Buni tanlab turib, sichqonchani o'ng knopkasini bossam, aynan mana shu. Bu narsa o'zi qanaqa obyekt? Bu narsa bizda mana manba obyekt. Mana EO field, input output maydoni, kiritish chiqarish maydoni nomlanadi. Buni o'zining xususiyatlari bor. Demak, mana bu joydan kirib, mana appearance degan joyga units degan bor, qaranglar. O'lchov birligini kiritib qo'yadigan bo'lsam, qanaqa edi? 258 mida, gradus anaqasi 248 mida. Gradus belgisini ostida qo'yamiz. 247 mikan? 248 mida? Ha, 248 ekan. 248. Altni bosib 248 bossam, kichkina gradus belgisi yoziladi. Keyin gradus Celsius deb qo'ysam bo'ladi. Mana buni kiritadigan bo'lsam, mana bunda gradus Celsius degan bunda qo'shimcha o'lchov birligi ko'rib turibdi. Mana bu haroratni ko'rsatadi va o'lchov birligi. Endi buni ko'rsatish formati bor bundan tashqari. Mana general ga o'tadigan bo'lsak, qaranglar. S degani plus minus mana formatni general ichiga formatga kirdim. Demak, qanaqa o'nlik sanoq sistemasida detsimalda ko'rsatadi. Va menda S degani oldida plus minus ishorasini ko'rsatadi. Endi hozir menga ishora kerak emas. Shuncha aniqlikda mana shuncha songacha ko'rsatadi va virguldan keyin yana 3 ta xona aniqlikda ko'rsatadi. Menga hammasi kerak emas. Menga chunki bo'lsa-chi bo'lsa 100 gacha bo'ladi va ishorasi ham kerak emas. Menga demak 3 ta songacha ko'rsatsa, oxirini mayli 2 ta songacha ko'rsatsa, menga mana shu yetarli bo'ladi. Mana bunaqa qilib formatini to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Formati to'g'riladi. Ana endi bizda bu narsa haroratni ko'rsatadi. Hozir shunchaki ekranni o'zida ishlatib olish uchun mashina o'zini ko'ramiz, keyin yoniga narsalar qo'shib, endi dasturni ham kengaytirib ketamiz. Ana endi qaranglar. Biz boya tuzgan dasturimizga ozgina qo'shimchalar kiritdik. Ya'ni qaysi joyda qo'shimcha bo'ldi? Mana bu joyda qo'shimcha bo'ldi. Demak, bog'lanish bor. Endi mana shu bog'lanish va uni nastroykalari borligini kontrollerga yuklab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu joydan kontrollerga yana papkani bosib turib, kompilatsiyani bosamizda va barcha o'zgarishlarni, barcha sozlamalarni kontrollerga yuklayveramiz. Xo'p, yana search qilamiz. Kontroller topilishi kerak va dastur yuklanishi kerak bo'ladi. Load qilamiz. Compiling before download. Yuklashdan oldin kompilatsiya tekshiruv jarayoniga ketyapti. Tugmasini bosamiz va dastur bizga mana hozir stop rejimga o'tdi, yuklanishi kerak. Finish desak, yana start rejimga o'tish kerak. Demak, endi kontroller biladiki, bunda kompyuter bilan bog'lanish bor ekanligini. Ana endi biz mana bu yerdan
PC Station oynasiga o'tib olamiz. PC Station oynasidan ekranni ochib olamiz va ekranni hozir bizda hali tugallanmagan loyiha, lekin test rejimda, virtual rejimda ishlatib ko'rishga o'tamiz. Oxirida tugagandan keyin virtual rejimdan bitta fayl hosil qilinadi va o'sha fayllar ishlatiladigan holatga keladi. Hozircha virtual rejimda ishlaymiz, shuning uchun men mana bu knopkani bosaman. Demak, Start Simulation tugmasini bosaman. Start Simulation tugmasini bosgan paytimizda bizda mana bu joyda WinCC runtime ishga tushadi. Semantic WinCC runtime ishga tushadi va bu ishga tushgandan keyin bu platformasida o'zini mana bizga hosil qilgan ekranni bizga ko'rsatib beradi. Hozir mana sekin ishga tushyapti. Boshida ishga tushishi mana shunaqa takrorlar kechadi. Keyinchalik bu narsa tezlashib ketishini ko'rsatib beradi. Mana yuklanyapti. Barcha tuzgan loyihamiz, mantiqiy ekran va bunday o'zgaruvchilar hammasi yuklanyapti. Chakashtiradigan qismiga do'stlar, mana shu interfeys qismi. Yo'q, chakashtirmaydi. Bitta o'rgan olsanglar oson. Boshida mana go'da esimdan ham chiqib qolgan joylari bor edi. Shu ulash paytida, keyin sozlamalar paytida bu kam ishlatgandim buni. Mana hozir bizda mana hozir ko'rinmayapti. Nimaga? Sababki bu yerda bog'lanish bo'lmayapti. Bog'lanish yo'q deyapti. Bog'lanish bor bo'lsa, bu narsa ko'rinadi. Mana ko'rdinglarmi? 0 da unda o'tiribdi. Demak, bizda haligi bog'lanishda qattiqdir xatolikka yo'l qo'ydik. O'sha narsani to'g'rilaymiz hozir. Demak, buni yopib turib, xo'sh, mana bu joydan connection qismiga kiramiz. Connection qismiga kirishdan oldin kompyuterdagi bog'lanishni bitta ko'zdan kechirib olaman. Buning uchun kompyuterdan panel upravleniyaga kiramiz. Upravleniya paneliga kiramiz va bu yerda mana set PC PG interface degan joyga kirishimiz kerak bo'ladi. Demak, PC PG interfaysini sozlash. Hozir mana qaysi ulangan ekan? Welcome. Masha, yo bitta ikkitada buni ham. Bunisi aktiv. Mana shunisi bo'lib turgan ekan, aktiv bir. Mana shunisi bo'lib turgan ekan. Xo'p. Bu turibdi. Okey. Bunisi turgan ekan, mana bu to'g'ri turibdi. Bunga hozir tegmaymiz, aktiv. Nimaga mana pilkada chiqmayapti? Aktiv bir. Bu yerda hozir ikkita ko'ryapti-da. Shuni hozir to'g'rilab qo'yamiz. Qaysidir bittasi ekanligini men ham hozir aniq bilolmadim, hozir bilib olamiz. Yo'q, bu yerda connectionda muammo bo'layotganligi nega pilkada chiqmayapti? Yo'q, PLKda chiqmaydi, chunki bu PLKning muammosi emas-da. PLK uzatyapti. Biz belgilagan kanal bo'yicha uzatyapti, lekin buni qabul qiluvchisida boshqa kanal turibdi. Shuning uchun shunaqa chiqyapti. Hozir bitta avto qaysi bir edi? Aktiv turgan TCP1 avto mana. Yoki bo'lmasa mana tanlasak bo'ladi. S7 onlayn tanlab qo'ysak bo'ladi. Sababi mana bu joyda S7 onlaynga beradi deb qo'ygan bizda. Mana kiradigan bo'lsak, ochib ko'rsataman. Aynan mana shu adapter orqali S7 onlayn mana bu adapter orqali S7 onlaynga murojaat qiladi. Qachonki S7 onlaynga murojaat qilsam, u bunga murojaat qiladi. Mana shunaqa qilib bog'lanish mumkin bo'ladi. Okey. Hozir endi shu joyini to'g'rilab qo'yamiz. Hop, S7 onlayn dedim. Ammo set avtomatikali bu kerak emas, buni olib tashlaymiz bitta ichkasini. Xo'p, endi mana bu yerda bizda mana bu runtime ishga tushib ketgan, mana shu eski sozlamalar bo'yicha endi buni to'xtatib olishim kerak. Buning uchun on knopkasini bosamiz, deactivate runtime deyman. Ana endi mana shu sozlamalar bilan bitta kompilatsiya qilib yuboramiz. Mana bu narsani on knopkasini bosib compile hardware and software hamma narsani qaytadan kompilatsiya qilgan degan komandani yozib qo'ydim. Bunda hammasi kompilatsiya bo'ldi. Hech qanaqa xatolik yo'q ko'rib turgan edingiz. Ana endi buni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, bizda runtime ishga tushishi kerak. Mana ishga tushyapti.
Endi yana hozir qaytadan загрузка bo'lishi kerak, yuklanishi kerak. Ekran разрешенияsi hamma HDMI panellarda standart bo'ladimi yoki HDMI panellarda o'zi belgilangan bo'ladi, maksimal qanaqa necha pikselga necha piksel ekanligi. Lekin kompyuterda u sizni ekraningizga bog'liq, grafikingizga bog'liq. Tizim grafikasi qancha katta bo'lsa, shuncha tanavrot ko'rsatadigan qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mana hozir 300 ga 600 qildim, mana ekranda kichkina bo'lib ko'rinadi. Agar buni katta, eskicha LED ekranlarga qo'ygan bo'lsa, katta bo'lib ko'rinadi. Chunki o'sha razresheniyasi har xil bo'ladi. Mana bizda haroratni ko'rsatyapti. 23-29 haroratni ko'rsatyapti. Ko'rdinglar? O'zgarish bitta S7 10dan qo'yib qo'ydim. O'sha to'g'ridan to'g'ri qilsak ham bo'ladi. Bu yerdan set avtomatikali olib tashadi. Mana menda ko'rsatishni boshladi. Demak 23-29 daraja. Xona harorati. Ushlab tursam qo'limni haroratini ko'rsatadi. 23-40, 23-50, 23-6 va hokazo tartibda ko'rsataveradi bu narsa. Va bizning ekranimizning tepasida nimalar bor? Mana narsalar bor. Bunaqa ushlaydigan joyi bor, pastga qo'yish bor, kattalashtirish bor, yopib qo'yish bor. Bundan yopib qo'yadigan bo'lsak, qaranglar, hozir yopganimizda runtime ish to'xtamadi, runtime ishlab turibdi, faqat ekranning o'zi yopildi xolos. Mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Runtime hali ham yashil bo'lib turibdi, ishlab turibdi. Endi biz ekranga xohlaganimizcha o'zgartirish kiritishimiz mumkin bu joyda. Misol uchun ekranni ochib oldim deb, mana shu yerda aytaylik, men xonani haroratini ko'rsatmoqchiman, biror bir qurilmani haroratini. Hatto biz foydalansak bo'ladi. Mana bu yerda kutubxonasi bor. Grafik elementlar kutubxonasi, symbol library deb aytiladi. Bittani qo'yib olamiz. Bu shartli ravishda menga nasosni ko'rsatadi. Buni o'zgartirsak bo'ladi. Buning uchun o'ng knopkasini bosib xususiyatlar oynasiga o'tamiz. Va xususiyatlar oynasidan bu yerdan mana bu yerda nima? Tanklarni topib olamiz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T mana. Tanks. Tanklarning har xili bor. Bunaqasi har xil variantlari bor. Misol uchun men bu variantini tanlaymiz, chunki bu variantni tanlashimiz mumkin. Farqi yo'q. Mana buni tanlab qoling. Mana bunaqa isitish apparati bor. Endi bu isitish apparatidagi haroratni o'lchayapti demoqchi bo'lsam, olib kelib mana ustiga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Qaranglar. Oldin menda maydon qo'yildi, keyin bu obyekt qo'yilganligi uchun bu obyekt maydonning ustiga chiqib qoldi. Demak, maydon orqada qolib ketdi. Endi maydonni ko'rinadigan qilish uchun mana maydonni belgilab turib, mana knopkani bosadigan bo'lsak, mana ko'rinadigan holatga olib keladi. Mana bizda mana bu yerga haroratni berish mumkin bo'ladi. Endi kelinglar, bundan tashqari bitta dvigatelni boshqaradigan, nasosni yoqib o'chiradigan jarayon ham qilamiz. Demak, bu yerda qizigan haroratni ko'rsatib turadi va bundan truba olib nasos orqali qatgadir jo'natmoqchimiz. Va bunda nasosni yoqib o'chirishimiz kerak bo'lsa, qanaqa qilamiz? Buning uchun mana bu joyga birinchi navbatda bitta nasos o'rnatib olamiz. Nasosni chizib olishimiz kerak. Ekranni sal kattalashtirib, mana bu hammasi birgalikda harakatlanib, mana bu joyda bo'lsin. Endi bunda nasos boshqacharoq turdagi nasos bo'lsa, demak, mana bitta pumps deganni qidiramiz. Mana bu joyda pumps. Har xil turi bor-da, nasoslar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, pipes, bu trubalar, power, pumps, mana bu nasoslar. Qanaqa nasos bizga ko'proq mos keladi bu jarayon uchun. Misol uchun mana bu nasos olib qo'yaylik. Mana shunaqa nasos bo'lsin. Bu nasos teskari turibdi. Bunaqasiga aylantirib olish mumkin. Bunaqasiga aylantirish uchun demak, deydi, aylantirish. Mana bu narsani bossak bo'ladi. Zerkalni qilish. Mana. Nasosni aylantirib oldik. Va buni demak, o'lchamiga mos qilib kichikroq qilsak yana ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki proporsiyasi to'g'riroq bo'lishi kerak. Mana bu yerdan olib, bu yerdan qatgadir chiqarish kerak. Endi truba chizishimiz kerak. Xo'p, truba chizish uchun demak, bizda mana bunaqa tayyor truba elementlari bor.
olib kelib bundan foydalansak bo'ladi. Bitta turba. Misol uchun mana chizib oldim. Munosib uchrayib, birinchi navbatda kelinglar, mana bundan boshlaylik. Sal kattalashtiramiz. Kattalashtirish uchun kontrol knopkasini bosib, mishkani g'ildiratsak kattalashib bo'ladi. Mana qo'yib oldim. Demak, birinchi turba mana bunda bo'lsin. Mana shuncha uzunligiga kelsin menga. Mana sichqonchani 10 knopkasini bosish bilan yakunlanadi. Endi bu juda qalin, buni ingichkaligini sozlasak bo'ladi. Mana bu yerda tanlasak, mana bu yerda appearance turibdi. 30 turibdi. Buni kichraytiramiz. 30 emasdi, shuni kichikroq borib, misol uchun 10 mi, 8 mi va hokazo. 7 ga qo'ydim men. 7 qalinlikda o'lchamga qo'ydim. Ana endi qaranglar. Bu turbani aniq chotki chizmadim. Sal yoqqa bu yoqqa ozgina oshiqchasi bilan chiqib ketadigan bo'lib turibdi. Endi mana shu chiqib ketgan joy ko'rinmasligi uchun bu turbani hamma obyektlarni orqasiga qo'yib yuborsam ko'rinmaydi. Shuning uchun mana bundan bosamanda orqaga olish. Borsam, yana bitta orqaga olish. Bosarsam mana bunga nisbatan orqaga olish. Demak, bunday turib hamma obyektlarni orqasida qolsin desam, mana hamma obyektlarni orqasida qoldi. Faqat men oyog'idan sal bilinib qoldim ozgina. Aytgan. Buni ham o'xshatib olsa bo'ladi. Misol uchun bitta chizuv chizaveramiz tekis. Va mana shuni o'lchamini 30 mini mana 7 ga tushirdik. 7 ga tushirdik-da, olib kelib mana bundoq oyog'ini ustidan tutib yuboradigan bo'lsam, mana bundoq bo'ladigan bo'lsak, endi bu ozgina vizual nima qilishda, vizual ishlov berish bo'ladi. Bunda qarasanglar, turba mana oyoqlarning orasidan o'tgan bo'lib ko'rinyapti. Sal haqiqatga yaqinroq ko'rinadi. Endi bu bitta obyekt bo'lishi uchun ikkalasini belgilab turib, gruppa qilsak bo'ladi. Belgiladik. Demak, guruh qilsak bo'ladi. Endi bu gruppasi bilan o'tib yo'q o'tib qoldi. Yo'q, uzr. Chunki layerlar har xil bo'lgani uchun bitta gruppa bo'lolmas ekan. Faqat ishlagan paytda har doim bu bilan barobar ishlashimiz kerak. Demak, bu yerdan turba kelyapti va nasos orqali qat'iyatda haydalish kerak bo'ladi. Endi bu kechiga mana bundan turba qilib chizsak bo'ladi. Bundoq. Misol uchun bundoq mashqchi ko'taradi. Mana bitta qaysidir jarayonga uzatib oladi. Va bu yerda ham turbani qalinligini sal ishlov berib olamiz. Demak, 7 qo'ydik, 7 bo'lib tursin. Mana buni olib keldik, mana ular qo'yildi. Mana buni ozgina o'zgartirsak bo'lar ekan, yoqqa-yoqqasini. Mana jarayon. Endi bu nasosni yoqib o'chirish uchun mashina tagida ikkita knopka qo'ysak bo'ladi. Start va stop knopkasini qo'yishimiz mumkin. Demak, mana bu birinchi knopka start bo'ladi. Yoki bo'lmasa bu knopkani ham o'zim anaqani ichiga bitta maydonchani ichiga olsak bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, maydoncha yasaolaman birinchi navbatda. Bu tekst emasda, bu nasos bo'ladi. Nasos degan maydoncha qiladi. Endi bu maydonchani mana romkasi bor, faqat buni romkasi o'zgaruvchan romka. Bu nimaga qarab o'zgaradi? Matnning uzunligiga qarab o'zgaradi. Menga bu narsa kerak emas, bu narsani olib tashlamoqchiman. General bilan style'ga kiramiz. Mana fit object connection contents. Buni olib tashlaydigan bo'lsak, buni qancha xohlasak shuncha o'zgartirsak bo'ladi. Endi faqat bizda nasos degan yozuv o'rtada bo'lsin. Buning uchun bundan foydalanib o'qamiz. Nasos o'rtaga bo'ldi. Mana nasos degan bitta element maydoncha bo'ldi, yozuv bor. Endi buni ichida ikkita knopkani hosil qilsak bo'ladi. Demak, birinchisi start tugmasi, sal kichraytiramiz. Mashinaga loyiq qilib joylashtiramiz. Ikkinchisi stop tugmasi bo'lsin, copy вставить. Demak, stop tugmasi. Stop. Qaranglar, bittasi baland, bittasi past bo'lib qoldi. Ikkalasini bir xil o'lchamga olib kelish uchun buni bosaman va bunga nisbatan manba obyektni deymanda bitta o'qqa qo'ygan desam, bitta o'qqa joylashtirib berdi. Endi mana bu ikkita obyektni hozir birlashtirib guruh qiladigan bo'lsak, ikkalasi mana bitta guruh bo'ldi. Endi mana mashina mana bundoq sal yoqqa bu yoqqa surilib qolishi mumkin. Chunki mana bitta ikkalasini o'rtaga olgan deydigan bo'lsam, mana
manba obyektga nisbatan bu obyektni demak vertikal o'q bo'yicha o'rtalashtir deydigan bo'lsam, mana simmetrichni joylashdi, hammasi joyida bo'ldi. Endi buni hammasini belgilab turib, olib kelib mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, mana shu nasosni boshqaradigan joy bo'ldi. Endi men buni ungroup qilib qo'yaman, chunki menga alohida ishlashim kerak bo'ladi bu obyektlar bilan. Shuning uchun gruppasini ochib tashladim. Hammasi alohida obyekt bo'ldi. Endi nasos ishlayapti yoki ishlamayotganligini ko'rsatish uchun bu yerga bitta indikator qo'ysam bo'ladi. Xohlasangiz dumaloq, xohlasangiz to'g'richa. Men dumaloq indikator qo'yaman, misol uchun. Bundoq qo'ydim va mana bu joyga joylashtirmoqchiman. Demak, start bosganimda nasos ishlayotgan bo'lsa, bu yashil yonib qolishi kerak. Nasos o'chib turgan bo'lsa, bu narsa mana qizil yonib qolishi kerak. Mana shuncha narsani men hosil qildim va shu joyda saqlab qo'yaman. Lekin hali mana loyihamda nasosni boshqarish bo'yicha hech qanaqa dastur yo'q, to'g'rimi? Endi dastur tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Men buning uchun loyihaga o'taman. Bu joydan program blocks ga o'tamiz, main ga o'tamiz. Bitta nasos hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, nasosimizni bilasizlar, qanaqa start stop knopkani foydalanishi. Sxema lavoshka deb aytadiki, undan foydalansak bo'ladi yoki bo'lmasa tayyor blokdan ham foydalanish mumkin. Misol uchun men bu joyda set reset blokidan foydalanmoqchiman. Farqi yo'q, bu ham bir xil. Demak, set reset bizda nasos degan o'zgaruvchi bo'lishi kerak. Nasos degan o'zgaruvchi berilishi kerak va bitta knopka mana bunda start knopkasi bo'lishi kerak va tagida yana bitta knopka stop knopkasi bo'lishi kerak. Stop knopkasi. Bular hammasi global o'zgaruvchilar. Sababi bu dasturdan tashqarida, ya'ni HTML ekrandan bizga ko'rinishi kerak. Shuning uchun bu o'zgaruvchilar global holatda bo'ladi. Demak, start. On knopkasini bosib define tag dedim va bu joydan global memory tanladim. Global memory, demak M6 dan manzil berildi. Mana bu stop. Buni ham define dedimda, buni ham global memory. Bunga M601 dan adres berildi. Mana bunga ham global memory boramiz, define tag va bu global xotiradan joy olsin deymiz. Global memory define. Ana. Endi dasturimizda o'zgarish bo'ldi. Ushbu dasturni kompilyatsiya qilib kontrolga yuklab olamiz. Chunki kontrollerda nima? Chiroq LED qo'yamiz. Nasos bor-ku, nasos degani bor-ku. Nasosga bog'langan bo'ladi bizda chiroqimiz. Xo'p, buni bitta yuklab olamiz. Load deymiz. Mana bu dastur kontrollerga yuklandi. Endi mashinadagi o'zgaruvchilar bilan biz ekranni bog'lab chiqishimiz kerak. Shuning uchun men PLC tag default tag table ochib olaman. Taglarni ko'rinib turadi. Bu yerdan nasosni ochib oldim. Hop, birinchi navbatda men start knopkasi bilan bog'layman. Demak, start knopkasi bosilishi, bosib turib qo'yib yuborilishi yoki o'ng knopka bosilishi yoki chap knopka bosilishi bular hammasi hodisalar deb nomlanadi. Hodisalar, events. Shuning uchun men bunga hodisa qo'shishim kerak. Start knopkasini tanlab turib, sichqonchani o'ng knopkasini bosib, xususiyatlar oynasiga kiraman deb, mana bu yerda animatsiyalar, hodisalar, battlelar turibdi. Menga hodisalar kerak. Qanaqa hodisa? Demak, mana bu yerda hodisaning turlari bor. Misol uchun press left mouse button, sichqonchani chap knopkasini bosilishi. Release left mouse button, demak sichqonchani chap knopkasi qo'yib yuborilishi va hokazo. Hozir ikkita narsa qo'shaman. Demak, sichqonchani chap knopkasi bosilgan paytda mana buni tanladim. Add function. Press left mouse button, demak sichqonchani chap knopkasi bosilgan paytda qanaqa funksiya bajarilsin? Mana buni tanlab turib, bunga funksiya qo'shaman. Demak, men bu yerdan set bit degan funksiyani qo'shsam bo'ladi. Demak, edit bitni ichiga kirib turib, demak, mana set bit degani mantiqiy o'zgaruvchiga 1 degan qiymatni yozgan degani. Reset bit degani mantiqiy o'zgaruvchiga 0 degan qiymatni yozgan degani. Hop, startni bosganimda qaysiga 1 yozilishi kerak menda? Start degan o'zgaruvchiga 1 yozilishi kerak. Mana bu yerda tag. Qaysi tag? Shu tagni tanlashim kerak. Demak, bu yerdan start knopkasini tanlayman. Mana start o'zgaruvchisini tanlayman.
o'zgaruvchisini olib keldim. Mana qachonki start knopkasini ustida sichqonchani chap knopkasi bosilganda start degan o'zgaruvchimizga 1 degan qiymat yozilib qoladi. Endi release mouse agar qo'yib yuborilgan paytda unda reset bit deymiz. Demak, reset bit. Ya'ni qaysi o'zgaruvchiga aynan start degan. Agar qo'yib yuborgan paytimda start degan o'zgaruvchiga 0 degan qiymat yozilsin degan. Ya'ni bosib ushlab tursam 1 bo'ladi, qo'yib yuborsam 0 bo'lib qoladi. Xuddi ana knopkaga o'xshab qoladi. Bosib ushlab tursangiz 1 bo'ladi, qo'yib yuborsangiz 0 bo'lib qoladi-yu. Shunaqa knopka bo'lib qoladi. Endi stopga ham xuddi shunaqa qilamiz. Demak, stopga, demak, press left mouse key degan paytimizda hop, set bit deymiz. Balki mana qo'lda yozsanglar ham bo'ladi. Set bit desanglar tezroq topiladi, ochiladi. Qaysinga? Stop knopkasiga. Endi qo'yib yuborgan paytda, demak, reset bit, qaysi knopkasiga? Stop knopkasiga. Mana shu narsa bo'ladi. Demak, qachonki startni bossak, start ishlaydi, stopni bossak, u o'chishi kerak bo'ladi. Endi bizda nasos bor. Nasosni yonganini ko'rsatish uchun mana bu elementga biz animatsiya bog'lashimiz kerak. Bu animatsiya har xil bo'lishi mumkin, siljish bo'lishi mumkin, rang o'zgarishi mumkin bo'lishi mumkin, shakl o'zgarishi bo'lishi mumkin, masshtab o'zgarishi va hokazo. Turli xil animatsiyalar bor. Buni ichida hozir mana bu obyektni sichqonchani o'ng knopkasini bosib xususiyatlar oynasiga kiramiz va animation bo'limiga o'tamiz. Animation bo'limiga o'tsak, mana bir qator animatsiyalar bor. Animation properties mana bizga birinchi kerak bo'ladigan display, ko'rsatish bilan bog'liq bo'ladigan appearance. Appearance'da biz ranglarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu animatsiyani qo'shib olamiz. Buni bosadigan bo'lsak, birinchi navbatda buni qaysidir o'zgaruvchi bilan bog'lashimiz kerak. Buni motor degan o'zgaruvchi bilan bog'laymiz. Chunki bizda nasos degan o'zgaruvchining qiymati o'zgarganda bu yerda nimadir yonishi kerak. Mana nasos degan o'zgaruvchi bilan bog'ladik. Olib kelib bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Ana endi bu yerda ikkita qiymat bo'lishi mumkin. 0 yoki 1. 0 bo'lgan paytda background color, ya'ni fon rangini o'zgartirish 0 bo'lganda bizda qizil bo'lsin. 1 bo'lgan paytda yashil bo'lsin. Mana dasturga birinchi o'zgartirish kiritdik. Mana shu o'zgartirgan dasturimizdan bitta kompilatsiya qilib olamiz. Bu HMI dasturi, PC sistemadagi Human Machine Interface dasturi. Endi buni bitta ishga tushiradigan bo'lsak, bizda mana shu oyna ishlab, demak, kontroller yordamida boshqarish jarayoni amalga oshishi kerak. Faqat mana bu knopkalarimiz ham ishlashi kerak. Mana bunaqa oyna chiqdi mana. Demak, nasosda mana bak ichida harorat ko'rsatyapti. Nasos hozir ochiq holatda turibdi. Buni mana bu yerdan ham ko'rsak bo'ladi. Mana dasturni ham ochamiz-da, qaranglar. Dasturni ochdik. Mana hali bu yerdan ham signal yo'q. Nasosimiz ochiq holatda turibdi. Mana. Endi ekranni ochdim. Mana boshqaruv ekranini. Mana bu start knopkasini bossam, demak, mana bu startning qiymati 1 bo'ladi. Qo'yib yuborsam, bu 0 bo'ladi. Mana bosdim. Mana ishladi. Nasos qiymati 1 bo'lganligi uchun menda nasos yondi deb ko'rsatyapti. Endi stopga signal beraman. Stopni bossam, mana ko'rdinglar, stopga bosib ushlab turibman. Qanaqa 1 degan signal kelib turibdi. Qo'yib yuborsam 0 bo'ladi va o'chadi. Nasosni boshqarish mumkin. Endi bu yerda hozir men faqat global o'zgaruvchi bilan emas, haqiqiy mana bu yerda chiqish bilan ham bog'lab qo'ysam bo'ladi. Bu juda oddiy. Demak, mana shu joyda hozir buni yopaman deb, uchun buni chiqishi aytaylik qaysidir global o'zgaruvchiga ham yozilsin demoqchi bo'lsam, uchun q0.0 adresga chiqsin deb o'zgartirish qilib qo'ysam bo'ladi va dasturni o'zgartirish qilib yuklab oladigan bo'lsak, hop, yuklandi. Hop, endi mana buni qaytadan ishga tushiramiz. Ekranimiz qani edi? Ekranimiz bu yoqda edi. Ekranni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, dasturni ochib olamiz. Mana onlayn rejimda turibdi. Demak, bizda mana bu manzilga signal berishimiz kerak. Startni bosgan paytimizda mana chiroq yonib qoldi. Bu degani mana bu 24 volt bor degani. Bu degani bunga relay ulasak, relay ishga tushadi degani. Relay ishga tushib, puskatel ishga tushiradi, puskatel 380 ga o'tkazib, dvigatelni aylantirib beradi. O'chirsak, mana o'chdi. Yoqdik, yondi, o'chirdik, o'chdi. Mana shunaqa tartibda bo'ladi. Hozir sizlar bilan bir vaqtimizda
ekran ham analog, ham diskret signalni chiqarishni o'rgatdi. Endi sizlar tuzadigan proyektinglarda o'zi faqat analog yoki diskret signalli bo'ladi. Qanaqa chiqarish hammasini o'rganib oldinglar. Endi qanaqa murakkablikda bo'lishidan qat'iy nazar bitta ekranli jarayonlarni bemalol o'zingizlar loyihasini qilsanglar bo'ladi. Mana shu sanoat kontrolleri asosida. Start bosganda ishlaydigan qo'lni bajarganmadikmi? Startga. Yo'q, start knopkada bu. Xuddi ana knopka, rostakasi knopkasida startni bosib qo'yib yuborsangiz ishlab ketadi. Stopni bosib qo'yib yuborsangiz o'chadi. Xuddi shunaqa jarayon qildik. Bu siz aytgandek ham qilsa bo'ladi. Misol uchun bitta bosganda yonadi, bitta bosganda o'chadigan qilib qo'ysak ham bo'ladi. Buning uchun bitni invertlash kerak bo'ladi. Unaqa funksiyasi ham bor. Lekin hozirgi ko'p hollarda mana shu ishlatiladi. Startni bosdik, yondi. Stop bosdik, o'chdi. Startni bosdik, yondi. Stop bosdik, o'chdi. Bir vaqtning o'zida harorat ko'rsatyapti. 20 ga qarab, ya'ni qizdiradigan bo'lsak, qo'lda ushlab turib 23:50 23:57 agar uni ishqalaydigan bo'lsak yana ham tezroq bo'ladi. 24 25 mana 26 mana haroratdan o'zgarishni ko'rsatadi bo'ladi. Mana shunaqa ekranimizda paydo bo'ldi. Buni yoqqa surish mumkin. Bu kichkinagina jarayon. Hozir xuddi mashina qurib zavodga borib qo'ysanglar, to'g'ri ulasanglar, mana shu ishlaydi. Bu rostmana ishlaydigan loyiha bo'ladi. Bu faqat nasosni yoqib o'chirishga va nasos yonganligi haqida bizga axborot berishga xizmat ko'rsatadi. Tushunarlimi? Hozir laboratoriyada o'zingizlar shu narsani ishlaysiz. Kimda qanday savollar bor?